shunaqa yo'llar bilan, turli xil ta'magarlik yo'llar bilan o'zbekistonlik bo'lib bizani shantaj qilmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlar ham bo'ldi va bu juda ham og'irlikli bo'ldi. Buni orqasidan qanaqa choralar ko'rdik? Tilxat bilan ishga oladigan bo'ldik, hujjatlarni qattiq tekshiradigan bo'ldik, oylik berganda har bittasini tilxat bilan yozib oladigan bo'ldik. Juda ham ko'p narsa qildik, bu yoqimsiz. 3 oy davomida ishlagan xizmat haqini olganda pulini o'zini vataniga yubormagan. Yonida naqd ushlab yuravergan. Immigratsioniy xizmat ushlab olganmi, u pulni hammasini olganda o'zingiz bilasiz, uni musodara qilgan. Musodara qilgandan keyin menga aloqaga chiqib pulimni olib bering. Unaqa bo'lsa, unda hech kim yordam bermasligi kerak-ku. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, sen agar immigratsiya slujbaga men kontaktini bergan bo'lsang, menda nima ayb? Bu bozor qoidasida Javohir, misol mana O'zbekistondan kelgan Buyuk Britaniyada ishlayotgan vatandoshlarimiz, bu bozor qoidasi, mana shu men bilan ishlaydigan vatandoshlar ham siz agar bordik ko'chada 100 funt topishning imkoni bo'lsa-da, siz 90 funt bersangiz ham ishlamaydi sizga. Bu bozor qoidasi, chunki Angliya bu. Hech kim pasportini olib qo'ymagan bo'lsa, hamma mustaqil.